Algebra 7 dan algebra kasrga taalluqli bo'lgan test soddalashtiring. Test yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz birinchi qism bo'lgan qismdan o'sha mahrajga qaraylik, e'tiborni. A kvadrat minus 1 o'zini yozaman. 1 plus a taqsim n ni mahraj beraman. Ya'ni 1 ni n ga ko'paytirib a ga qo'shaman. Bu n plus a bo'ladi. N ni tepaga ko'paytiruv qilib chiqarib yuboraman. Ko'paytiruv n bo'ladi. Ya'ni birdaniga bajardim. Ko'paytiruv ikkinchi qismga ham mahraj beraman. 1 bo'lgani uchun 1 ga n minus n ni 4-darajasi yetadi yoki oddiy qilib aytsam 1 n minus n 4-darajasiga ko'paytirib suratga qo'shishim kerak. Ya'ni n minus n ni 4-darajasi plus n ni 4-darajasi minus n plus 1 bo'ladi. Bu n minus n ning 4-darajasi bo'ladi. Buni teskari qilib ko'paytiruv qilaman, aylantiraman-da. Bundan bu qismdan, ya'ni mahrajni suratga teskari qilib o'tkazganimda birdaniga a ni qavsdan chiqarib olsam 1 minus n kub qoladi. Bundan n ni qavsdan chiqarsam plus n yozsam, bunda 1 qoladi, minus n kub qoladi. 1 minus a kvadrat mahrajga yoziladi. Teskari qildik. Teng. O'zini yozaman birinchi qismni. A kvadrat minus 1 ko'paytiruv n plus a. Ko'paytiruv minus n kvadrat bilan plus n kvadrat 0 bo'lib ketadi. Plus n bilan minus n ham 0 bo'lib ketadi. Ikkinchi qism suratda 1 qoldi. Mahrajdan n ni qavsdan chiqarsam 1 minus n kub bo'ladi. Ko'paytiruv. Uchinchi qism suratdan 1 minus n kub qavsdan chiqaraman. A plus n qoladi bu yerda. Mahrajda 1 minus qavsdan chiqaray bundan. Minus qavsdan chiqarsam a kvadrat minus 1 qoladi. Mana minus qavsdan chiqarib qo'ydim. Minus 1 ni. A kvadrat minus 1 bilan a kvadrat minus 1 ketadi qisqarib. Ikkalasi ketdi. Xo'p, n'lar ham ketdi. N plus a bilan a plus n ham qisqaradi. Bu yerda 1 minus n kub bilan 1 minus n kub ham qisqaradi. Bunda suratda 1 qoldi. Mahrajda minus 1 qoldi. Ya'ni javob minus 1 ekan. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismda olindi.